Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, Beruniy xalqi. Juma yamonim bilan hammangga muborakbod aytaman, hammangga tabriklab qolaman. Va'da berganimizdek, bu hafta g'olibimizni aniqladik. Biz bu hafta o'yinni to'xtatamiz deb o'ylagan edik. Chunki desa, aktivliklar kamayib ketdi, yozishlar kamayib ketdi. To'g'ri, aktivlik bo'lgan bu haftadagi ayapamiz Darmonjon Yusupova degan ayapa bo'ldi. Даже o'zini yaqin ko'rib, "Jiyan, sana omad tilayman, zo'r" deb yozganlar ham bor. Bu hafta shuning uchun o'sha ayapamizni g'olib etdik. O'yin to'xtataman deb bugun o'zi qor etib keltirsam, bugun o'zi hammang yozib boshladilar. Aktivliklar boshlandi. Shu an o'yinni to'xtatmoqchi bo'ldim. Yana bir marta qoidalarni prosta tushuntirib o'tamiz. Insho oxirgi kommentariyam, oxirgi yozgan postimga yaxshisidan kommentariy yozib, 20 odamga tarqatib, like bosib qo'yishlaringiz kerak. Biza kommentariylarning ichidan qarab, eng yaxshilarini, eng chiroyli yozganlarini tanlab olib, g'olibimizni aniqlaymiz. Hammasi haqqoniy, chestniy bo'ladi. Sovg'alarimizga g'olibimizni nagradjeniyasini kelsak, tanlab olishlaringiz mumkin. 1,5 kilo shashlikjon, xohlasanglar, bo'lmasa 1 kilo qurumushli bitjonimiz, yo'q desanglar 2 kilo tovuq shashligimizdan olib ketishlaringiz mumkin. Bu safargi yana g'olibimiz, ko'rsatib o'tamiz. Darmonjon yapamiz. Xudo xolasa svязga chiqaverasizlar. Xohlasangiz Beruniy ichida bo'lsangiz, dastavka yetib beramiz. Bo'lmasa kelib olib ketaverasiz. O'zingiz onlayndan qarab, keyin kommentariya yozib qo'yaverasiz. Bunday yana bir marta eslatib o'tdim. Endi hafta Xudo xolasa g'oliblarimizni yana kutib qolamiz deb umiddaman. Aslında o'zi bizda bir dona g'olib bo'ladi. Lekin endi yaxshi yozsangizlar, masalan, chiroyli yozib, she'r yozasizlar, boshqa yozsangizlar 2-3 g'olib ham yetaveramiz. Endi u o'zlari sababli. Hammangizga omad tilab qolaman. Unda shu, ya'ni eslatib o'tganning shu kommentariy, insho oxirgi postimga yaxshisidan kommentariy yozib, 20 odamga tarqatib, like'larni bosib qo'yishlaringizni eslatib qo'yaman. Hammangizga omad, aziz yurtdoshlar. Alloh